Bismillahirrahmanirrahim. Aval bizning Rabbimizga, ulug' Allah subhanahu va taologa hamd sano aytamiz. Ondan payg'ambarimizga durud salom yo'llagandan keyin barliq mu'minlarga, sahobalarga, qiyomatgacha shularning yo'lga ergashganlarga Allohning salomini yo'llaymiz. Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz biz oldingi qatim qizlar analardan nimalarni kutadi deb shu temani so'zlagan. Ama biz bugun o'g'illar analardan nimalarni kutadi degan temani so'zlamoqchi. Gerçi biz qizlar o'g'illar deb meni ayrışımdaki sebep çoğun jihatdan mayli qiz olsun, mayli o'g'il olsun, onun dadısından mı anasından mı kütüdüğün umumiy istekleri asasen fevkalade çok farklanıp ketmeydi. Ama şimdi Allah er ve ayalını, yani dadı ve anını ve oğulla kızını farklı bir yaratkanı okşaş. Bu münasebetliğini birisi kütüdü kaldırdı mı? Bazı farklar var. Hem ameliyatı mı meyli dadılar olsun, meyli analar olsun, ballarına muamele kılgan vakitte bir xil muamele usulünü hem ballarına tatbiqlaydigan bir hata kılmış var. Mesela biz bu sahada məxsus kitap okuyup izlenmesek mi? Özümüzden anı ve dadılaş tecrübesiyle bileleyimiz hem de. Okşaş bir muamelini bir malımızı tutsak, onun kaytırgan imkası veren, yine aşı okşaş muamelini yeni bir balımızı tutkan vakitte, onun olan onda cevapta erişemeydiğanlığımızı görürüz hem de. Xuddi şunun okşaş, bizning qizlarimizning mu dadılardan kütüdüğanları ve anılardan kütüdüğanları biraz farklı buldu ki, tədqiqatçılar bu saatine ait köp nəslini yazıbdı. Məxsus anılar bilen qızlarning münasebeti, anılar bilen oğullarning münasebeti. Mesela oğullar psikologik cihetdən anılarning qaysı xil inkaslarga ve qo'llashlarga ehtiyojliq deganlar haqida. Şu bugungi so'zlaydiganimiz asosan mush to'g'riliq bo'ldi. Sözümüzü başlayıp geçsek, birincisi, oğullar analardan mecburlaşını emas, qayil qilishni isteydi. Mecburlaşını emas, qayil qilishni. Biz ata-analık nüfuzumuzni işletishga mayil bo'lganligimiz uchun o'g'illarımızdan ma'lum bir narsa talab qilgan vaqtda biz bunu qil degan vaqtda o'g'illarning darhol men farmonbardor deb darhol qilishini yaxshi ko'ramiz. Dadılar mı şundak, anılar mı şundak. Ama bu pozisiya cihetten, benim karşımca, hem ilmi yekünlerimi şunu gösterdi. Unçoğla doğru pozisiyamız. Bunun digenlik ise, ballarımız biz kıl digen işte. Yani bizden talepimizde az dolu oylanıp, mesela değil, ama hazır öyünü süpürvet ise, ama hazır öyünü süpürvetten peşte tapşırıkta işlep boğulu vaktim yetmeydi. Ben elirak işlep bulup süpürvetsem degan imkaz qaytırışı əməliyyatdan sağlam imkaz var. Ama o xil imkaz qaytırığa vaqtda balla, nurgun dadılar anılar onu özünün nüfuzu kılıngan bir can ilan kılış. Sen tığı balam turup bana he dep maqul demey, tığı men bilen bir gep talaşamsa, ki iğizimni koçulamsa diyende gepli bilen balığı besim kılımız. Yani bu xil mecburlaş karakterlik pozisiyada analarning, balalarning ko'pincha ikki xil imkos bo'ldi. Ba'zi sal ta'tirmijaz qattiqroq bolalar qarshilik ko'rsatdi. Qilmayman, qanday qilsa deydi. Biz shuning bilan biz gradusni taqib o'raltimiz. Qilmaganingni bir ko'ra ya deymiz. Shuning bilan sal besimni ko'rgandan keyin bolalar ma'qul deb qiladi. Yoki agar bolalarning imkosi o'g'illarning texmi kuchliroq bo'lsa, qilmayman, qanday qildingizlar deb rasmiy minguzini chiqargan vaqtda mutlaq ko'p qism onalar chekinadi. Daha qarab, baribir uni ikki tastak silib yoki urib, masalani betaraf qila olmayotganligini bilamiz. Shuning bilan o'zimizni avaylab azroq ma'qul maqmamisa deb bir qadam keyinga chekinamiz. Shu bir qadam keyinga chekingan vaqtda
bu balla meseleni hal qilishning ochqichini tepib olgan bo'ldi. Bundan keyin bizning talablarimiz qilgan ishlarimizga nisbatan qo'shilmasam bo'ldi ekan bu deydi. Ana ikkinchi xil inkosi balla qo'rqidi. Uni ma'qul deb qiladi. Bizning qo'rqqanlik uchun uni ma'qul deb qiladi. Ammo u ichida qoyil bo'lmay qiladi. İçide qoyil bo'lmay qildi. Uning zihni nima desa, bir mahal o'tgandan keyin u ichida qoyil bo'lmay qilg'achqa bolalarning qalbida bir xil haqsizlik tuyg'usi, nohaqchilik tuyg'usi shakllandi. Masalan, bir qatim mening gapimni anglab qo'ymaydi yoki mening bundaq bir ishim tursa, mesela aqlliysam-da, masalan bizning bu yerda ertaganlik soat 9da bola yig'ilib futbol o'ynaydi-ku. Belki bazı analarning qilmoqchi bo'lgan ishi shu 9-10 orasida bo'lib qolishi mumkin. Shuning bilan buga borma musobaqanga qalamayadi deydi. Ammo bir o'g'ilga nisbatan 10 do'stining hammasi chiqib o'ynaydigan bir o'yindan qilish, ularga eng o'yin ishdan qilishdanmi eg'iramdi. Chunki aytsa qanday chiqmadingiz ya tuniga degan gapni anglashni xohlamaydi o'g'illar. Mesela shunday vaqtda ilk anasından qo'rqqanlarga ki besimdan qo'rqqanlik uchun ma'qul degan bilan vaqt o'tgandan keyin asta bu qalbida norozilik shakllanadi va bu yig'iladi. Ammo bu yaxshi oqibat keltirmaydi. Bolalarning psixik sog'lomligiga ta'sir yetkazadi. Chunki endi bu psixologiyada to'g'ri deyiladi. Har qanday bir shaklda tashqi dunyoga chiqarib o'tilmagan, ya'ni ifodalanmagan bir hissiyot, mayli uchonlarda bo'lsin, mayli kichik bolalarda bo'lsin, o adamni ma'lum bir şekilde jarohatlantirdi. Ya kesel qiladi. Mayli qilib o'qishdimi? Biz hammamiz buzib pishiradigan tomoq etgan vaqtda, masalan, manta yoki polo degandek dumlab. Ba'zi tomoqlar dumlangan yerdan so'ng tushib tishib qo'yamiz hamda. Yig'ilgan buz chiqitishi lozim. Agar u chiqatmay bir to'plangan vaqtda keyin tuvoqni portlatib etadi. Odamning ichidagi hissiyotlar, kichik bolaning ichidagi hissiyotlar men shunga o'xshaydi endi. Agar faqat chiqanmasa, sirtda bersa, bak kuchliklab chiqanmasa, u ichiga portlaydi. Ichiga portladi degan gap bolalarda nurg'un psixik masalalar paydo bo'ldi. Masalan, shu o'g'il bolalar bilan onalarning ustida ilib berilgan bir tadqiqotda 10 yildan ortiq kuzatish. Şu mecburlaş karakterlik terbiye usulünü kullananlarning o'g'illarda mijoz xarakter ve ish harakatda bo'lib boshqalar bilan bo'lgan ijtimoiy aloqada yetersizlik ko'rilgan. Yetersizlik ko'rilgan. Yana boshqalar bilan do'stlashishda, birga o'ynashda, o'ziga hamroh tepishda ma'lum bir masalaga uchragan. Endi uni o'rniga bolalar bilan dialog qurish va amallar ularni qoyil qilishga tirishish. Masalan, bayanqi misaldagi ettigini futbol o'ynaydigan ishda men bormi dedim, bormaysa deganga o'xshash, faqat va faqat o'zimizning onalik nufuzidan foydalanib ham buni majburlaydigan usuldan balam ras menmi to'g'ri tushunaman, haqiqatan borg'in va hamma do'stim borgandikin. Ammo bugun soat 12 ga keladigan mehmonga sen yordamlashmasang, qarmay yolg'iz yetishib bilolmayman. Degandek bir mantiqlik gap qilsak, bolalarning nurg'ini buni tushunadi. Gerçi bağlısı olması mı? Belki kılgısı olması mı? Şuna olan boptular da fail buluş ihtimali yukarı oldu. Ama biz analar, dadılar mı okşaş ameliyatta? Bular mı uygur? Anda balla bilan diyalog kurup, onun mantiqi orqali qoyil qilishni bir xil balamga yolg'irib qolamman degan bir tuyg'umuz var içimizde. O balaga yolg'irib qilish emas amaliyotda. Hatta bir hisobda balaga shunday masalani hal qilishni o'rgatish. Shunga biz darhol natijaga oldiraymiz endi. Men qildim qilsa deymiz. Bu o'g'illarni o'zi qaror chiqaradigan, o'ylanadigan bu xil iqtidorning yetilishidan to'sab qo'ydi bu. Chunki bizning bolamiz bir qul emas hamda qancha bo'lsa bu. Bir mashina odam emas. Men qildim qilsa, qilmadim qilmaysa shakldagi usul bu to'g'ri usul emas. Amaliyotda o'xshash, agar bir er o'zining ayoliga shunday muomala tutsa, bu munosabat asta-asta robotlik bir munosabatga aylanadi.
Onun akıbeti yaxşı çıkmaydı. Oğullarga nisbeten var şundaq. Şu qayıl qilishni istash ergizmi ota-onalık nüfuzumuzni balaning oldida tushirib berganlik emas. Balki texma bizning hurmatimizni balalarning oldida oshirdi. Hemen gapimni anglaydi. Qalbimning sadosini quloq soladigan bir onam bor. Deydi. Chunki o'g'il bola bilan onaning munosabati bir inchki munosabat. İnchki munosabat. Yani ikkinchi muhim istaydigan narsasi o'g'illarning onasidan. Ameliyatı bunu dadısıdan mı isteydi? Anasıdan bekrek isteydi. Benim karşımca. Özünün hissiyatının şu pete kubul kılınışını ümit kılıdı anasına. Bu hissiyatını kubul kılış diyen bu gap. Benim karşımca şu aile terbiyesi de Uygur ata-analar en belki okumaydıgan, belki uksunu sel karaydıgan, mühim bir noktalardan biri. Nimişqa dese, bizning üst yetiliş davamında, yani bizning çoğulaş davamımızda, biz mi özümüzün his duygularının anımız, dadımız, hatta ağaçlarımız tarafından doğru düşünülgenlikini, kubul kılınganlıkını bek tetip bakmagan bir tarihimiz var. Onda o açığa biz okul geçirmiş beşimizin yeterli ötmegenlik için biz mi balalarımızın xilmuxil hissiyatını, mesela xilmuxil hissiyat diye vakti bazı korkuş, bazı açıklanış, mesela değil aksi taza legodu bir nes kuraştırdı, ya ki bir nes yasap bu vakti kilip ukisi bir tepti örüvetti. Şunu olan bu aksi verip ukisi bir nes aldı. Sen ruhun öydü bulduğu. Şunu olan ukisi yığılap bizden yerimize geldi. Biz derhal çünkü ukisi oğallık için sen yana kılalaysa münşilek işini muşunu örüvetkenlik için ukanlı olduğun mu? Diyen inkasta kayıtırımız küpünce ahvalda. Ama bu yerdeki hissiyatını kabul kılış diyenlik nime dese sen bu öğünü aran cık vakti sebep kılıp yasap boğantın ha balam. Cık ecrin ketken benim könglam yerim oldu. Ama ukan küçük yoğandıkin bazı bilmeyi kıpsaladı. Diyen bu inkas bilen nim bulap da acaba vakit ketdi de bunu öğretken gibi bir ukusunu uğramda diyen gepnin asmanızda ben perka var. Çünkü birincisi de biz hissiyatını kabul kılgan bulumuz. Kandal olmuşsun hem de meselen değil hem de. Mesela anılama lağmeninin hem xemirini yasap bulap üstelik kapkap iş gelip kirip gitti. Dastıkhanda. Ama 2 yaşlık balası ya ki 1 yaşlık balası övmelep gelip mesela mucuklu etken olsa belki o çoğun aşı edemli mi? 1 yaşlık 2 yaşlık balığa bayan biz oğlumuzun kütken heliki telepücü muamele kılanmazlığımız mümkün hem de. Ay Xuday yani bayanның yağı bütün vakit sebep kılıp kılgan bu işimni poktan kılıp yaptı deyimiz. Yani açıkımız geldi. Taşımı silkip taşışımız mümkün. Yani ayada bir emgek sığındırılgen nersinin buzu etilişi yakında bir balının köğünü yarım kıldı. Ve bu hissiyatını balı düşünüşünü hiç olmasa şunun aşağıdaki azaplandığını biz bir tilgı elip bunu deppergenden keyin qabul qilganlik hissiyatga erishadi. Bu xil ahvol, bu xil masalalar balaning cho'ng'ilish tarixida intan ko'p uchraydi. Mesela maktabda imtihondan tuvan elib keldi. Asl onun planında 100 almoqchi deydi, 80 ep qoldi. İşte öyle kelib yig'ladi. İçim pishdi. Men asli 100 oldim, 80 ep qolibdi dedim. Anırgın dadılama, anılama mesela moşiqil nəsilliği nisbeten aynen bulab 80 ep qalsa. Hatta yığılab gelse, muşunuğu mu yığılayısken dedi. Yani sen yığılavatkan maiş, asli yığılaşqı mı erzim etti degenimiz, anın his duygusunun mu işimiga erzim etqanlığını degenimiz ona nisbeten. Oxşaş çoğ adamga nisbeten başında. Birisi atağın kilip derdini tökse, muşunchilik ishqi mi dert tükeş kitemdi o deb qo'ysan, sen qarashtiryapti. Onun degan gap balama o'xshash. O balının hissiyatını qabul qilish deganlik bu xuddi nimaga o'xshaydi mening
Bundaq obrazlıq oxşatsak, tamdan bizim quchqig'imizni saklamoqchi bo'lgan bola bormiz deydi. Men tamda sakraychi desa, ma'qul deb qo'limizni ichib qo'yib, sakragan vaqtda qo'limizni tortib olsak, bu bola yerga tushib ketadi-ku hamda. Bir bolaning aşı bizga hissiyotini ochgan vaqtdagi holati, aşı tamdan bizga sakragan bir bolaga o'xshaydi. Uning aşı his tuyg'usi shunday bir quchqimizni tutib olgandek bir tutib olinishga, anda yerga gachchila tushib ketishga emas, bizning tutib olishimizga ehtiyojli. Biz his tuyg'u degan vaqtda bu bek ko'p ham. Endi g'azablanish, hayron qilish, qo'rqish, mesela ensirash deydi. Mesela imtihondan ensiraydi. Yoki notunish bir yerga, mesela yasliga, notunish bir yasliga berish deydi bolaga nisbatan. Mesela buning dardini ham meylan tatib boqqan bo'lishi mumkin. Yoki bir maktabga yetkilish deganga o'xshash vaqtlarda bolalar ba'zi tashvishlanadi, ba'zi qo'rqadi yoki ba'zi bolalar davomli tashvishlanish ichida bo'ldi endi. Chunki aytidan, yana tushdan keyin nima ish qiladi degandan jiq g'am yeydigan bolalar bor. O'sha g'amlarni tilga olgan vaqtda nurg'unlarimiz bolaning bu his tuyg'ularga ana yetarli ahamiyat vermaymiz. G'am yemsangiz bo'lmagan ishlar ishdan aldirashman deymiz. Bu bir qatim, ikki qatim o'zining bu hissiyat derdini ekib bekib, bana keyin ekemas bo'lib qoldi. Çünkü o'g'illar debdi, bayan bir darsda yolg'a chiqarsam, balki o'zining hissiyotini unda baholamasdan, tanqidlamasdan qabul qilinadigan ona bilan anadagi haqiqiy yaqin munosabat o'rnata oladi. Hammamizda bunda bir balki menimcha beshimizdan o'tgan bir ish bor. Bular balamiz 15-16 yosh, 17-18 yoshga kirib qolgan onalarda, mayli dadalarda, menimcha Uyg'ur jamiyatida balam faqat shu men bilan gaplashmaydi. Men bilan gaplashmas ulab qoldi. Menga ko'ngildikin demaydi. Bir bola 16-17 yosh kichik kirgicha anasiga, dadasiga ko'ngildikini demagan bo'lsa, bu demasligi hammasi deyishdan uyuladigan, desa ota-onasidan oid ochiqlab ketadigan ishlarning bek jiqligini bildirmaydi. Balkim kichigidan boshlab, hozir men degan bu his tuyg'usini her daim shunda tasdiqlab, ona bilan bir o'rtoqlashib, bir tuyg'udoshlik hosil qiladigan bir kechirmishni beshidan o'tkazmagachga o bolalar. Asta qanday o'ylaydi? Anasiga yoki dadasiga u gapni desa, anasi dadasining qanday inkos qaytarganligini bola bilib bo'ldi. Hamda desa menga deydi. Bo'ldilar. Demaydi. Hatta bir xato ishni qilib, anasi dadasi qo'rqmay deyoladigan bolalar bormi? Yo'q. Chunki u xato ishni qilganligini anasining dadasining uqsa, uni qanday inkos qaytarganligini, ochiqlaydiganligini, hatto texmi undan og'ir oqibat yuz berish ehtimoli bo'ldi. Lekin masalan ba'zi bolalar maktabda sirti tayoq yeb ketsa deydi, bu bolalar. Uyga kelib men tayoq yeb ketdim demaydi. Chunki masalan biz dadalarmi qana o'ylaymiz, sen o'g'al oltib sening qo'ling yo'qmidi? Sen nima tayoq yeb ketding? Sen non qilib yuguy. Men mesela o'xshash ashnan bir boqmadimmi? Qo'lingni yanjug'ingga bog'lab qo'ydingmi? Deganday gaplar bilan u mendan kuchlikdi, u mendan cho'ngdi, kuchim yetmidi degan gaplarni deyishiga yo'l qo'ymaymiz endi. Amaliyotda qandaymi bizning bolamiz qanday maktabga bola uralaydigan yomon bo'ldi. Amaliyotda biz bunday emas-ku. Shunda vaqtda bolaning istaydigan aşı hissiyotlar qanmaganligi uchun her daim dekkiygeçke, her daim tanqidlangeçke, uning his tuyg'ulariga her daim bir xil salbiy baho berilgeçke, asta ota-onasi bilan bo'lgan o dialog ushlab ketdi. Keyin biz o'zimiz paranglashmoqqa, siz bir paranglashib boqqan bo'lsangiz, siz bir gaplashib boqqan bo'lsangiz, faqat ko'ngilga tutib qo'ymay qoldi bu bolaning deydigan ahvol qolamiz. Amaliyotda buni o'zimizning bolaning his tuyg'usini hurmatlamasligimiz va qabul qilmasligimiz keltirib chiqargan bir muqarrar oqibat. Endi uchinchisi, o'g'illar onasidan bir tushunilishni istaydi. Bu tushunilish degan bu narsa balki malaqi mundaq erlik tabiati nuqtasidan o'g'illar yoki er kishi bo'lish tabiati nuqtasidan balkim erlarga eng ehtiyojli tuyg'u bo'lishi mumkin. Ehtiyojli tuyg'u bo'lishi mumkin.
Şuna bazı balla, uğavalla işte bir mesele yüz bergen vaqtda anısıga bu ahvalni tushundirdi. Aynan siz degan chaqda bunda bo'lgan deydi. Ama biz ko'pincha vaqtda o jarayonni qayta takrorlashib o'ltirishni uning bilan bizning taqtimiz yo'q endi. Uni bir xalab ketmaymiz. Şundan bu tushunilmaganlik tuyg'usi uğavalda bayam deganimizga o'xshash bir xil nahaqchilik hissiyotini toplaydi balaning vujudida. Masalan, berib bu manda deylik, kelib maktabda yaxshi o'qiyotgan bir balamiz kelib munosibatsiz bir gapni qilishi mumkin. Masalan, men bir chelish kursiga qatnashay dedim. Yoki boks kursiga boray dedim. Yoki skript chelish o'rganay dedim. Yoki bir velosiped komandasiga qatnashay dedim. Yoki g'altak to'p komandasiga qatnashib o'ynaymi dedim degan chog'ida biz onun o xil istaklarini biz ahamiyatli narsalar tizimlikida bo'lmaganligi uchun, yani biz ahamiyatli deb qaragan ishlarning ichida bo'lmaganligi uchun baladagi o xil hissiyotlarni biz rad qilamiz. Yani tikitektin uğavalining vujudidagi anda chopchib turgan o'zining erkakligini namoyon qiladigan ma'nosini biz ayollar pek tushunmaymiz. Masalan, bala ekrak kechki qolsa deydi, eng dastlabda onalar ensiraydi. Bu tabiiy ahvol. Onaning ensirishimi tabiiy ahvol, chunki Xudoy mana shunday yaratgan desak xato emas. Ammo g'avollanma ozroq qorong'u qilib, oz to'la bir xil tavakkulchilik xarakteriga ega ishni qilg'usivolikdan iborat bir tabiiyati bor. Hem yana birisi onalarning o'g'illarni tushunishdagi kamtukroq bo'lishining eng muhim sabablaridan birisi. Mesela biz dadılar hiç olmasa uğavalı bir iş kılgan çağda biz özümüzden ballıqını eslep durup uğaval degan mandarak neyse hazır o biz oylagan bunda qıptı da deb biz özümüzden balalığı qaytıp durup oğlumuzun kalbini aslı his kılalayımız. Ama analarının uğavallap bakkan geçmiş olmaganlık için balanın küçük çağdaki his duygularını oylayamaydı, düşünemaydı. Yani duygudaşlık kuraydısı mı onu kıyınladı. Şu sebepte şuna öyle oğullarını düşünüşte biraz kemtüklük var. Şu bunun da talep kıldığımız bu biraz akli bir izlenişini talep kıldı. Oğalı kandarak mehluk. O nemeli isteydi. Nemi arkalık uzun o ihtiyacını kandırırdı. Yani acı ihtiyacının içinde düşünülüş. Yani anasının üzünü düşüngenlikini his kılsa, anasının izah etsi mi, dayak etsi mi razı oldu. Ama düşünülgenlikini his kılmasa bir uğala. Yani içinden kayıl bulmaydı. O kayılsızlık yok olmasa, menimce onun akıbeti yaxşı iş emez. Akıbeti yaxşı edinmemeli. Çünkü anamı dep bakaya dep boğandaki qanday oylaydı. Bäribir degenning faydası yok. Meni düşünmeydi o dedi. Meni düşünmeydi o dedi. Hem de dördüncü muhim istiki uğavaldan. Anasının anasıdın. Emeliyatta bu mu okşaşıl dadısıdın mı kütüdü ama bekrek anasıdın kütüdü. Çünkü analı köprek keyfiyatdan tesir güçlüydü. İstiyor cihet. Turaklık muamele kılışını istedi. Turaklık muamele kılışını. Elbette onun için en avval ananın istiyorsa turaklık buluşu lazım elbette. O hem de yamancık amilliğe bağlılık. Erdik, aildeki münasebetten başlayıp başka bekcik amilliğe bağlılık. Ama kanday oluşuna qat'i nazar. Yani bunun arka görünüş kanday oluşuna qat'i nazar. En mühimi bir uğavalı anısını bugün aptaptek geçirip ketken bir anısını etsi yoqab ketken bulutun kendini yutup algan bir anısını görüşünü xalamaydı. Bu kanday bir nərsini direkt gördü o dese balığa nispetten bir turaksızlık. Bu turaksızlık o balımı turaksız kıldı. Anam kanday kılsın menden hoş ola deganini bilenmeydi. Çünkü tünügün kılgan işe hoş olgandı. Bugün okşaş işini kılsan bu anam o işini maqtab mı koymadı. Tünügün bir işini maqtagandı yoki tanqidlagandı. Bugün onundan yaman bir işini kılsa tanqidlemedi. Şu ama turaksızlık balığı tutkan pozisyadaki bu da çok turaksızlık demekçi. Elbette insancılıkta bazı keyfiyatımızın her xil buluşu bilen
Aslında igizpeslik buldu. Bu çoğmas demez. Ama aturaksızlık mı da? Bunda chastotusu bek yukarı olsa ona. Birdem asmandan qayrida, birdem zimindan tektide. Bu yaxşı ahval emas. Beşincisi, uğavallah hem kichikdan başlap, belki Allah yaratgan tabiat şunda bo'lishi mumkin. Erkeklerde, o'g'ilida. Erkinlik isteydi. Erkinlik isteydi. Başkuruluşni ümid qilsinmi yoki başkuruluş muhim bo'lsinmi? Erkinligiga hurmat qilingan asosda başkuruluşni isteydi. Yani muayyen derecede o'zining bir o'ziga xuji bo'lgan, o'zining bir avtonomiyasi bo'lsa ekan deb o'ylaydi. Mesela en baldır ma uyuminin olsa deydiğallı uğavallar. Yani benim müstakil bir üyem olsa. Bu üyemni üzem bilip tam gımanı sızsam, manı assam, karvatımını bunda koysam, kitabımını bunda tızsam diyen bir erkillik istekleri var uğavallada. Bu isteklerine hürmet kılınışını halaydı. Yani bu oğulladaki bu erkillik istekleri bazı vakitte dadılarının ve anılarının talepleri verilen üstüşüdü. Bunda vakitte bir akılga uygun bir paran bilen, bir mantiqilik bir sözlü iş bilen, balı bilen. Bunu hal qilishga bo'ldi. Ama onun his tuyg'usini besib, onun faoliyat chegarasini shu balaning yeshi, aqli, qurbi, yor bergan doiradagi harakat doirasini texmi toraytib, bunda degan gap hamda 12 yoshlik bir o'g'avaliga 6 yoshlik, 7 yoshlik o'g'avaliga qo'ygan talabni qo'yaversak, o'g'avallar bunga chidab turolmaydi. Chidab turolmaydi. Buni taqat qilolmaydi. Endi analardagi bu bir tabiiylik, bunun mutlak ko'p qismi anada bo'lishi mumkin. Analarning nazarida o'g'illik cho'ng bo'lmaydi. Analarning nazarida o'g'illik cho'ng bo'lmaydi. Her daim kichik ko'rinadi analarga. Ben aşağı kichik bolaga tutgan pozitsiya muomalani tutib soladi. Albatta pat-pat tutilib qolishi normal bo'lsa-mu, bu bolaning mesela 6-7 yoshlik balaning erkinligini biz albatta bekrek cheklaymiz, chunki bexatarlik masalasi bor. Mesela qorong'uda bek o'ynab ketsa, yo'q yenib kirgin deymiz. Onda bir mesele yok. Ama 14-15 yoshlik bir bola do'stlarim bilan bir yerga bordim. Berib kelay desa, biz 7 yosh, 8 yoshlik bolaga muomala qilganday, yo'q, bormaysiz, emisi qorong'u tushib bo'g'ish darhol uyga kelib bo'lsiz deganday talablarni kutsak va uni qo'ysak, uni bola g'ururga oladi. Meni qachongacha kichik boladek ko'rdi deydi. Chunki uning oyadagi adashlari masalan o xotirjam deydi. Bir o'g'avala 4-5 og'inisning orasida men soat 6ga uyga berib bo'lmasam bo'lmaydi, onam mendan ansiydi deb uchuq eg'iz ichib deyishni nomus qildi. Uni deyolmaydi. Mushu narsalarni onalar tushunishi lozim. Endi bizning bexatarlik nuqtasidan ansirishimiz to'g'ri bo'lgan bilan o'g'avallarning hissiyoti bizning ansirishimizdan bekroq to'g'ri. Şuna bulğaylık, alayda dikkat qilish lazım. Qo'shib qo'ydigan bir narsa ras. Ba'zi psixologik tadqiqotlar shuni deydi. Analarning ziyoda o'g'illarga qattiq qo'l bo'lishi, o'g'il bolalardagi o'g'il bolachilik haqiqiy ma'nodagi bir xil erkaklik xarakterini ma'lum darajada cheklab qo'ydi deb qaraydiganlar bor. Erkakning mijoz bolalar qilib deymiz ya. Uyg'urcha shunday bir gap bor. Aslida bu ayrim bir tema bo'lishi kerak. Uni keyin so'zlaymiz, ba'zi materiallarni o'qib bo'lolmadim. Çünkü bunu ta'kidlashimning sababi hozir butun dunyoda, jumladan Turkiyada o'g'illardagi shu jinsiy moyillikdagi g'alati o'zgarishlar. Ya'ni o'g'avaldagi shu xanim mijozliklik degan narsalar nihoyatda ko'payyotdi. Ko'payyotdi. Bu shu bolalarning kichikidan boshlab shu erkaklarga xos ish faoliyatini ko'p qilishi bilan intayin munosabatli. Yani o ishlar qanday ishlar bir qadar xatarlik ishlar. Hani yıkılıp gidilgan ishlar. Bir yerler qayrilib gidilgan ishlar. Ama biz ziyoda avaylaymiz deb analar. Ularni o xil erkaklik ifodalangan ishlarni jiq to'ssak va ularga nisbatan nihoyat haddidan ziyoda qo'rish, cheklash pozitsiyasini tutganda bolalardagi shu xil moyillikning ma'lum darajada kuchayib qolish ehtimolligi borligini so'zlayotdi. Shunga bulunga analar nihoyat diqqat qilish lozim.
Şuna sözümüzde yığınçaqlığa vaqtda tüvendeki 5 xil narsa. Əməliyyatdan bir burunmadık. Oğlanın istediğini bu 5 madde bilen çeklenip kalmaydı. Ama bu 5 cümlenin her vakit oylanıp koyuş garzıydı. Mecburlaşını emez, kail kılınışını isteydi. İkincisi, özünün hissiyatının red kılınışını, bahalanışını, tenkit kılınışını emez, şu pötü kabul kılınışını isteydi. Üçüncüsü, düşünülüşünü isteydi. Dördüncüsü, anasının bir turaklık muamele isteydi. Beşincisi ahırda, özünün erkillikiga hürmet kılınışını isteydi. Bugünkü sözümüz bir şey geçe. Hem Allah'a rahmet. Suallı olsa, belki fikirli olsa anlasak buldu.